20 yoshimda jahon tillaridagi grant asosidagi o'qishimni tashlab, chet elga ketganman. Salom do'stlar, mening ismim Diyora. Hozir yoshim deyarli 23 ta. Bugun sizlarga o'zim va bosib o'tgan yo'lim haqida aytib bermoqchiman. 2021-yil maktabni bitirgandan keyin hamma qatori o'qishga topshirish kerak edi. Qaysi yo'nalishda ketishi, kim bo'lishimni bilmasdim. Shunda Jahon tillari universitetiga topshirganman va grant asosida rus filologiyasi fakultetiga qabul qilinganman. Bu yerda 1 yil o'qigandan keyin bu soha men uchun emasligini, chet elda o'qish xohlashimni, dunyo kezish xohlashimni tushunib yetganman. Bilasizlar, chet elda o'qish arzon emas. O'sha paytda ota-onamdan yagona ruxsat olish yo'lim bu grantga o'qishga kirishim bo'lgan. Va men Yevropadagi har xil universitetlarda stipendiyalar qidirishni boshlaganman. Polsha davlatidagi bitta universitetda grant topganman, lekin qabul tugashiga 1 kun qolgandi xolos. $25 to'lab grantga dokumentlarimni topshirganman. 3-avgust 2023-yil menga grant berishgan. Grant olganimdan keyin ham ota-onamni zo'rg'a ko'ndirib Varshavaga o'qishga ketganman. O'sha payt qo'limda $500-600 pul bor edi xolos. Hamma mas'uliyatni yelkamga olib, qo'rqmasdan yangi hayotga ketganman. Davomini keyingi qismda aytib beraman.